Assalomu alaykum kanalımıza abunachilari, qadrli yurtdoshlar, musofir o'rgan aka opa-singillar. Bugungi videomuz do'stlar ish haqida bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumot olasizlar do'stlar. Xullas skladda ish bor, Azonu skladda. Azonu sklad esa hamma qochadi do'stlar. Nimagadir bilmayman. Ishni avvalo borib ko'ringlar, ma'qul bo'lsa ishlaysizlar do'stlar. Xullas gruzchik, komplektovщик, xullas erkak va ayollarni 18 yoshdan top 40 yoshgacha bo'lgan erkak ayollar ishga qabul qilamiz deb murojaat qildilar. Avans beriladi har hafta 5000, yotog'i bor, ma'lum miqdorda oylikda ushlab qoladi, besplatni olib keladi, abetingiz besplatni kiyim beriladi u yerda. 120 mingdan top 180 ming rublgacha ob'yemga ishlasangiz pul olasiz. Keyin gruzchiklar kuniga 3400 rubldan pul yoziladi. Dokument, bez dokument farqi yo'q do'stlar. Agar kimga ma'qul bo'lsa borib ishlaysizlar. U tog'alar bilan ham dogovorimiz bor deb aytdi. Hech kim kelib tekshirmaydi bu yerni dedi. Xullas do'stlar, kimga ma'qul bo'lsa ishni borib ko'ringlar. Ma'qul bo'lsa ishlaysizlar qolib. Dokument, bez dokument farqi yo'q do'stlar. Hozir masalan qayerga borsangiz ham masalan hamma ishingizda birdi. Undan ko'ra ishni borib qiling, pulni oling, saqqani qiling do'stlar. Kommentariya negativ yozmasdan, ish bo'lmaydi bu ish demasdan oldin avvalo do'stlar ishni borib ko'ringlar, ma'qul bo'lsa ishlaysizlar. Ma'qul bo'lmasa sizga hech kim zastavit qilmaydi. Ishchilar yurgan ishchilardan so'ranglar do'stlar. Hozir qayerga borsangiz ham ikkita qo'lga bitta ish beriladi. Xullas, ikkita nomer yozib qoldiramiz. Kanalda yangi bo'lsangiz like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkita nomer yozib qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqarasizlar do'stlar. Xudo xolasa ertaga yana ikkita, uchta ish chiqaramiz nasib bo'lsa. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, like bosib.